Olib kelib tushirib oldim. 1716 dollar bo'ldi. Assalomu alaykum. Oldingi videolarda aytib o'tdim. Flex Energy asosiy tovari shu yerda olaman. Hozir pod ofisiga kiramiz. Ikkinchi darajali glавный ofisi bor. Biz hozir kichkina ofisga kiramiz. Samandar men o'zim ishimni har doim hal qilib beradigan bola, o'ziga to'g'ri, ishiga halol bola bo'lgani uchun shu bolamni oldi berdi qilaman har safar. Xo'p, men Samandar narxlar oshyapti deb eshitdim. Xitoyda o'zgarishlar bo'libdi. Xitoyda narxlar oshishi sababi bu kirib kelayotgan tovarlar uchun Endis avvalgidek emas, yangicha tizimga o'tdi Xitoy. Endis qaytarilmaydi endi. O'shani evaziga kirib kelayotgan tovarlar narxi kamida 10% ga oshadi. Hozir bizda bor tovarlar deylik 21 kun bir oy muddatda shunaqa narxda bo'lib turadi. Undan keyin kelayotgan partiyalar narxi o'zgarib keladi, ko'tarilib. Hozir o'zi ko'p kompaniyalarda eshitdim, o'sha birinchi maydan narx oshadi deyishgan edi. Bularda hozir predzakaz qo'yilgan ekan. Sal oldinroq rastamoshga qilib qo'ygan hisobiga bularda bir taxminan 20 kuncha molda bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, telefon qilib meni kanalimga aytib, Quyoshli kulba turib Doniyordanman desanglar, telefon qilib, misol Samandar misol sizlarga bron qilib beradi, lekin 2 kuncha olib ketishinglar kerak bo'ladi. Uning shartlari qanaqa bo'ladi? Shartlarimiz oddiy. Telefon qilib deylik bizga shuncha kilovat quyosh paneli shunisidan kerak deyishsa, qanchadir miqdorda zaklab tashlab qo'yishsa bizga, biz u tovarni ishlab turamiz o'zimizda. Bemalol 2 kun ichida olib ketsa bo'ladi. Foydalaninglar, narx oshmasdan turib kelib olib ketsanglar yaxshiroq bo'ladi. 10 kilovatdan 100-104 dollar razisa beryapti. Endi 30 bo'ladigan bo'lsa 300 dollardan ortiq ekonomik qilib olasizlar. Lekin video chiqqandan keyin u 20 kunimizni kamayib qolishi mumkin. Men Samandarning nomerini telefonini pastda qoldiraman. O'shanga telefon qilib, borib yo'qligini bilib, bron qilib qo'ysanglar, sizlarga ham ekonom bo'ladi. Shunda arzon narxdagi tugab qoldi, qolmay qoldi degan gaplar bo'lmaydi. Bemalol zakaz qilib olasizlar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, yana yangiliklarni qo'yib turamiz. Haymo Exxon, back contact. 16 tortamiz. Ehtiyot qilib qo'yib berishyapti. Ro'zoy akani ham ishga qo'yib yubordik. Qirilmaydigan, surilmaydigan qilib olib berishyapti. Hammasini to'g'ri qo'yib, oxirsini teskari qo'yishdi. Panel lizasini qirmasligi uchun. Ro'zoy akani shaxsan o'zlari qotirib beryaptilar. Ozgina yomg'ir yog'yapti. Olib kelib tushirib oldim. 1716 dollar bo'ldi. 16 dollar skidka qilib berishdi. Oldingi videoda aytganim, skidkalar bor bizga. Xo'p. Labo briza 15 ming olib kelib berdi. Hajdaniyasi bilan birga tushirib olganiga yana 50 ming qo'shib berdim. Shu bilan briza 65 ming bo'ldi. Pirdaxni aytib oldim, 4 ta 60 ming so'm bo'ldi. Xullas, общий hisoblaganda 1718 dollar примерно bo'ldi. 16 ta Haymo Exxon. Kontakt.